Bugungi mavzumiz qaranglar. 21-mavzu eksi 2 ko'rsatish tenglamalar. Ko'rsatish tenglamalar qaranglar. Bittagina qoidasi bor. Mana. A darajasida fx teng A darajasida gx bo'lsa, A'lar tengligi uchun tashlab ketiladi, fx da gx da tenglab ketaveradi. Tushunarlimi? Mana shu qoida asos davom etamiz. Xo'sh. Demak, qaranglar, misol uchun mana 3x sinsi teng 9. Buni qanday ishlaymiz? 3x sinsi teng 3 kvadrat. Buni tashlab olsam x teng 2 deb ketaveradi. Juda ham sodda boshlang'ichlar. Mana 7 x sinsi teng daraja hosildan bilsangiz muammo bo'lmaydi hech qanaqa. 49. Buni qanday ishlaymiz? 7 x sinsi teng 7 ni minus 2 x deb yozsa bo'ladi. Asosida bir xilmi? X teng minus 2 deb yozib ketaveradi. Savol bormi? Xo'sh, mana 10-misol. 100 x sinsi teng 0.1 yozib qo'yibdi. 0.1 demak nima desa bo'ladi? 10 da minus 1 desam shu 0.1 beradi, to'g'rimi? Bu degani 10 da 2x sinsi teng 10 da minus 1 esa 10 ga tashlarsam 2x teng minus 1 x teng 1 taqsim 2 minus 1. Tushunarlimi? Juda ham sodda. 14-misol 3x plus 1-si teng 3 1-si. Asosda tashlsam x plus 1 teng 1 ga x teng 0 ga. Xo'sh, davom etamiz. 17-misol. 27 ni x sinsi teng 3 ni 5 darajasi ostida 3-chi, to'g'rimi? Buni men qaranglar, 3 ni 3x sinsi deb yozsam bo'ladi. 3 ni 1-si ko'paygan, 3 ni 1 taqsim 5-si deb yozaman. To'g'rimi? 5-chi bo'lgan. 3 x sinsi teng 3 ni 1 plus 1 taqsim 5-si deb bular tashlab x plus x'imizni o'zi teng bu ikkalasi yig'indisiga 1 plus 1 taqsim 5 x'imiz teng 6 taqsim 5 deb yozib ketamiz. Tushunarli? Xo'sh, 22. 22-misol 3 taqsim 4 x plus 3-si bunisi 4 taqsim 3 2x minus 1 minus 15. Buni qanday ishlaymiz? O'ng tomondan agar minusni ko'paytirib olsak, Minusni ko'paytirib olsak, qaranglar, bittagina men 3 taqsim 4, buni 4 taqsim 3, ha? Mana shuni men asosan almashtirsam nima bo'lardi? Eslaringiz daraja o'sasiga. Manfiy chiqadi, yuqoriga manfiy ko'payadi xolos. Demak, men xuddi shuni 3 taqsim 4 ni x plus 3-si teng 3 taqsim 4 ni minusni ichkariga ta'sir qildirib yuborsam 2x plus 15 bo'ladi. Endi asosida bir xil tashlayman. Kimni kimga tenglayman? X plus 3 ni x teng minus 12. 2x plus 15 ga. Bu yerga o'tkazsam x teng xullas minus 12 bo'ladi, to'g'rimi? Mana buni bu yerga, buni bu yerga xolos. Tushunarlimi? Demak, teskarida turgan bo'lsa, teskarida ko'p ishlab ketsalar bo'ladi. Faqat ishora tashlab qilish kerak xolos. 27. 27 ni qaranglar. 2 taqsim 10 o'shani 2x plus 1-si teng 25 x kvadrat minus 4 taqsim 2. Qaranglar, buni nima qilamiz? Qisqartirib olsam 1 taqsim 5-ku. O'shani ham 5 ni minus 1-si deb minus ta'sir qildirib olaman. Tushundingmi? Buni men 5 kvadrati desam, mana 2 bilan nima bo'ladi? Qisqarib x kvadrat minus 4 ketsa minus 2x minus 1 teng x kvadrat minus 4. Hammasi tomonga o'tkazsam x kvadrat plusdan 2x minusdan 3 teng. V ga o'tganmiz necha? 3 qaysi minus? Kattasi minus bo'ladi. Bu javob ikkalasini o'qiydi. Tushunarlimi? Xo'sh, 30-misolni ko'ramiz. 30-misolda qaranglar. 28 taqsim 5 o'shani 28 x kvadrat minus 5-si teng 5 taqsim 28 ni 5x kvadrat minus 120. Boyaga teskari qilib, Yana 5 taqsim teskari qilsa nima bo'ladi? Ishora almashadi. Birdan tashlayveraman, qaranglar. 28x kvadrat minus 5 teng. Mana bunga minus ta'sir qildirib tashalgan. Tushunarli? Minus 5x kvadrat minus 120. Bir tomonga o'tsam, yig'inda o'tadi 33x kvadrat. To'g'rimi? 33. Bu tomonga o'tsa 132. 32. Bo'lib olsam x kvadrat teng 4 ha? Buni endi yozib qo'ysak, x teng plus minus 2 deb ketadi. Savol bo'lmasa yozib olamiz.
Qarang, 31 da mana bu ishlar debdi. Qarang, ko'paytgan nol bo'lishi nima bo'lishi kerak edi? Har birini nolga tengish kerak, to'g'rimi? Teng nolga. Bundan x teng nima chiqadi? 5, bundan-chi 2 chiqadi. 5 x teng 5 kvadrati tashlab olsak x teng. Lekin bizda mana bu yerda nima bor? O'z bor. O'zdagidagi son nima bo'lish kerak har doim? Musbat bo'lish kerak. Demak, musbat bo'lsa, mana 2 ni qo'ysam musbat bo'ladimi? Yo'q, shuning uchun bu ildiz chet ildiz bo'ladi. 5. Javob 5 lik chop ketaveramiz. Tushunarli? Xo'sh, 35. Qarang 35 ga. Nima deyapti? X kvadrat minus 9x plus 20. Xo'sh, ko'paygan 2 ni x-inchisi minus 4 taqsim ildiz ostida 4 minus x teng 0. Qanday ishlaymiz bu? Suratdan 0 tenglarni mahraj teng emas 0 ga deb olib qo'yamiz. Xo'sh, 0 ga aylantirsak, bundan nechini chiqadi? 5. 4 5 ikkalasi musbat bo'ladi, to'g'rimi? Bundan 0 ga tenglab ishlasam, 2 ni ikkinchisi bo'lib turadi, takrorlasa x teng 2 degan javob chiqadi. Endi qaranglar, mana musbatligini ham ta'minlash kerak, 0 ga teng bo'lmasligini ham ta'minlash kerak. Tushunyapsizmi? 2 ni qo'ysam musbat, 5 qo'ysam musbat bo'ladimi? Yo'q. 4 qo'ysam Nol qoladi. Nol qoladi. Mahrajlar bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Demak, bermaydi. Javob bittagina 2 ni javob beradi. Xo'sh, 39. 39 ga qaranglar. Nima deyapti? 2 x kvadrati minus 16 taqsim x minus teng. Bunda ham mana 2 x kvadrati teng 2 ning nechasi bo'ladi? 4-chi. Bu tashlaversak x teng plus minus 2 chiqadi, to'g'rimi? Endi mahrajni qaranglar, 2 bo'lgan nima bo'ladi? Minus 2 ni qo'yamiz. Shuning uchun minus 2 ichim sifatida olinadi, 2 ni o'zi ichim sifatida olinmaydi. O'sha joylarga betorli bo'lasizlar. Tushunarli? 41-misol. 41 da 25 lik x-inchisi minus 6 ni 5 x-inchisi plusdan 5 teng 0. Qaranglar, e'tiborli bo'lsalaring, irratsional tenglama o'tdik, tengsizlik o'tdik. Yana qandaydir tenglama tengsizliklar o'tishdi, modul tenglama tengsizlik bormi? Hammasida belgilash bormi? Bunda belgilash bor. Qani belgilaymiz sizlar? 5 lik x-inchini t desalaring, 5 ni 2 x-inchisi bormi? Ana shu t kvadrat bor. Tushunarlimi? O'rniga borib qo'ysam, t kvadrat minus 6 plus 5 teng 0 ga. 5 u 2 u 3 mi? 5 u 1. Ya 5 u 1 bo'ladi. 5 u 1. Yig'indisi 6 u, ko'paytmasi 5. Ana endi nimani deb belgilash kerak? O'sha joyga borib qo'yamiz. 5 ta 1 ga 5 ta x-inchini 1 dedi. Bittasi x teng 1 bo'ladi. Buni biza 5 ni 0 olsak bo'ladidagi x teng 0 degan javob chiqadi. Shularni qiyin emas mavzu, tushunibsiz? Oson harakat qilsa hamma narsasi yengil ketadi. Xo'sh, 45. 45-misolda 4x minus 3 2 ni x plus ikkinchisi plus 32 teng. Endi birdaniga belgilab ketish xato bo'ladi. Chunki bizlarda yana qo'shimcha nima bor? 4x minus 3 ko'paygan 2x ko'paygan 2 kvadrat desam, asoslar bir xil daraja qo'shilarmidi? Xuddi shunday foydalanadi. Teng yo'q. Mana buni tenglar endi. 2x ni desam bu t kvadrat. T kvadrat minus necha yozaveramiz buni? 12. Nimaga? 2 kvadrat necha? 4 4 kere 3 12. Xo'sh, shunda 12t plus 32 teng 0. Bundan 2 ko'ra necha? 8 4, to'g'rimi? 8 4 olsak, ikkalasi ham musbat bo'ladi, to'g'rimi? Endi nima aytdik? Shuni bir marta 8 ga, bundan x'imiz teng 3 chiqadi. 2 ni x'ini bir marta 4 ga, 2 ni x'ini teng 2 ni kvadrati bo'lsa x teng 2. Javob 4 2. Bizda hech qanaqa aniqlanish soha, mahraj, ildiz degan narsalar yo'q. Ikkalasining vechi sifatida bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'sh, bu nima degan qaranglar. Buni ham tenglamani neching degan? Buni qanday ishlaymiz? Buni belgilash olaveraylik. 2 ni x-inchisi ko'paygan 2 deyman mana buni. Minus 7. Ildizda 9 minus 2 ning nimasi? X-inchisi. Xo'sh, endi uni t desak, 2 ta t minus 7 ildiz teng 9 minus 2 ta t. Ikki tomonlama kvadratga oshiraman. Kvadratga oshirsam 2 ta t minus 7 teng 81 minus
İkilengan. 18 2 kvadrat. 72 emasmi? Yo'q. Ya 18 ikilen 36 bo'ladi. Ya. 36 bo'ladi. Plus 4 ta t kvadrat. Xo'sh, yoqqa tushsam hammasini. 4 ta t kvadrat Minus 30. minus 38 ta. 80. Xo'sh, plus bu yerga nima bo'lyapti? 88. Shu teng 0 ga 2 bo'ling. 2 ta kvadrat 38 bo'lib ketdi. Minus 19 ta plusdan 44 teng bo'ladi. Ortacha ko'paytirib tursak, t kvadrat minus 19 ta plusdan 2 tasi. 88. 11 8 bo'ladi. To'g'rimi? 2 ham musbat. 2 ham bo'lamiz endi 2 ga. Xo'sh, 11 tasi 2 yu 4 bo'ladimi? Nimani to'laydik endi? 2 ni x'ini. 2 ni x'ini. Xo'sh, 4 ga teng nima? X teng nima chiqadi? 2 chiqadi. 2 ni mana bu qo'yib ko'ramiz. Musbatmi? Musbat 2 ni bu tomonga qo'yib ko'ramiz. Musbat qanotlantiradi. Qarang, 2 ni qo'ysak 8 bir bo'ladimi? Bunisi ko'pi 8 ayirsak 1, to'g'ri. Endi mana bunisi-chi? Xo'sh, 2 ni x'ini 11 taqsim 2 tenglasak, buni o'g'la x'imiz logaritmni o'ramiz, ikkasini ko'rib. Logaritmni hal etamiz. O'tamiz hali. 11 taqsim 2 bo'ladi. Endi qarang, 11 logaritm 11 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, ikki taraflarga olmasak. Bunga olib qo'ysan, mana bunga. 11 taqsim 2 11 7 musbat. Bunisi 11 taqsim 2 bo'lsa, 2 ni x'ning o'rniga 11 taqsim 2 bo'lsa, manfiy bo'lib qoladi. Shuning uchun bunisi qanotlantirmaydi. Tushunarli? Xo'sh. Ana endi 53. 53 qanday ishlaymiz? 1 taqsim 3 x'ning plus 1 plusdan 1 taqsim 3 x'ning plus 3. Shu teng 3 taqsim 4 ga. Mana tenglaymiz deb turibmiz. 3 plus 4 desak, nargisi t plus 2 bo'ladi. Shuni 3 x'ning tadavur 1 taqsim t plus 1 bo'ladi, to'g'rimi? Plus 1 taqsim t plus 3. Shu 3 taqsim umumiy xaraj bunga t plus 3 dan. 4 ham bor. Mana 4 ham bor. Bunga nima deysan? T plus 1dan 4 ham bor. T plus 1dan 4 ham bor. Bunga 2 o'tadi. Birdan ko'paytirsak, t kvadrat plus 4 ta plus 3. plus 3 bo'ladi. Ko'paytirib olaylik. 4 ta t plus 12 plus 4 ta t plus 4. Shu teng t kvadrat 3 ta kvadrat 3 ta t kvadrat plus 12 ta 12 ta t plus 9. Ha. Endi 4 ta t yoqqa o'tkazasiz. 4 taga 8 ta bo'ladi. 8 ta yoqqa o'tkazasiz. 3 ta t 4 ta kvadrat bo'ladi. plus 4 ta t. 16 bo'lib, bu yoqqa minus Bular ketdi. minus 7 ta. Minus 7 ta. Tengdir. Tengmi? Tushunaymi? Ha. Adashmadigan. Ana endi vaqtincha ko'paytirib tursak. 3 7. Ha, 3 chiqadi. Yo'q, plus minus bor. Bu yoqqa 21 bo'ladi. Tengmi? minus 7 3. Minus 7 3 qaysi minus? Minus 7 bo'ladi o'zi, ha? Nimaga bo'lamiz endi? 3 ga. 3 ga bo'lib qo'yamiz. Minus 7 taqsim 3 bo'l. Endi mana dedik. 3x. 3 x'ini bir marta tushirib tenglasak, x teng 1 bo'lmaymi? Yo'q. 1 bo'ladi. 3 x'ini Birisi sana 1 bo'lib ketib 0 bo'lib qoladi. qaysi? Ha, 3 ta 3 taqsim 3 bor, 3 taqsim 3. 3 ta 3 ga bo'lsak 1 ku. Bir ha, biz 3 ta qo'yamiz. 3 ta 0 istaymiz, ha? 0 bo'ladi. X teng 0 bo'lar ekan. Bittasi. 0. Endi bunisi endi. Bu manfiy songa teng bo'la olmaydi bittasi. Yo'q. Umuman manfiy songa teng bo'la olmaydi. Tushunarli? Yozib oldi. 57 ni qaraymiz. Bunda ham qaranglar mana 3 ta mana shuni turibdi. Bunda 3 ta kvadratini shunisi-da. Demak 3 ta x plus 1 taqsim x ni songa desak, bu so'zda t kvadrat minus 12 ta t plus 20. Necha? 9 3 2 ham musbat bo'ladi. Endi 3x bir marta 3 kvadratiga 3 ta birinchisiga tengmi? To'g'rimi? X kvadrat plus x kvadrat plus 2x. Bunisi birga ko'paytiraymi? X kvadrat minus 2x
x plus minus 1 bir. teng. Teng. Tushundingmi? Ha. Endi bu x minus 1 ni nimasi? Osti. X ni nima chiqadi bundan? 1 chiqadi. Buni ko'paytiraversa, X kvadrat minus 2x plus 1 teng. buni tushundingmi? Nima kichkina? Shuning uchun bittagina 1 degan chisma ko'paytiramiz. Tushundingmi? Xo'sh, 57 bo'lsa, 7 62 qarang. 62 ni 2 ning x minus 2-si ildiz ostida 2 qanaqa daraja bo'ldi? Bunaqa daraja turibdi, menimcha. 4x-inisi. Shundaymi? Ha, yo'q. Ha, shunday. Xo'sh, nima qilamiz buni? Ha, buni 2 ni x-inchisi taqsim 4 qo'yamiz. Buni 2 ning x-inchisi deymiz. Taqsim 4. Taqsim 4 desak ham bo'laveradi. Buni Bunchi 2 dan 1 1 taqsim 2. 1 taqsim 2 x x-inchisi. ning x taqsim 2-inchisi 2 ni ko'paygan 2 ning 2 x-inchisi bo'ladi. To'g'rimi? 2 x-inchisini Darajada nima qilinadi? qo'yamiz. Mana turaversin o'zi. Mana minus 2 turaver ekan. Endi mana 2 ning x minus 2-inchisi teng. Bu 2 ni x taqsim 2-inchisi plus 2 x-inchisi bo'ladi-ku. Tashlaverasizlar-da. X minus 2 teng. X taqsim 2 plus necha bo'ladi? X minus 2 plus 2,5x bo'ladi. Buni yapib o'tkazsak, xo'sh. 1,5x bo'ladi. 2 yarimtadan bitta euro Minus bo'ladi. 2 ga. Tushundingmi? Teng nimaga? Minus Nima bo'ladi javob? Minus 2 1 taqsim 5. 3 taqsim 2 ga bo'lib chiqsak 4 taqsim 3 bo'ladi. Tushundingmi? Mana 3 taqsim 2 deb oldi. Buni beraga qo'ydiramiz. ha, teskari bo'lib ketdi. Tushundingmi? Yozaman. Xo'sh, qaranglar. Mana bu yerda Ildiz ostida 2. bizda A ni, ha, ildiz bor. Yo'q, emas. Narigisida ildiz ostida 2 ha. Mana shunday. Qaranglar. Biz ko'ramiz. A ni n-inchisining n-inchi darajasi bo'lsa nima bo'ladi? Ko'paytiramiz. Ko'payib boshlanadi. Qayerda bu ikkovga qo'ydirsan formula Minus qo'ying. minus ha. Ha? A minus B, A plus B bo'lib qolibdi. Shunda qaranglar. 3 ni birinchisining kvadrati, Kvadrat taqsim 4. ikkinchisining kvadrati. X taqsim 4. O'sha teng nimaga? 3 kvadratiga. Bo'ldi, tashlaveramiz. Shunga tenglayveramiz. Tashlasang x kvadrat taqsim 16 minusdan x taqsim 4. Shu teng nechiga? 2 ga. Hammasi 16 ga ko'paytiraveramiz. 16 ga. X kvadrat minus 4 dan 2 16x. 32. 32 emasmi? Ne 16 qisqaryapti, 4 qisqaryapti. Buni qayerga o'tkazyapmiz? 8 minus 4 chiqadi. Minus 32. 32. Tengmi nechi? Minus 4. 8 minus 4. Ikkini ko'paytirsang qancha shuni beradi? Bo'ldi. Bizga nima javob shuni chiqadi. Xo'p. Ha, markaziyam Faqat endi qaranglar. Mana bu yerga ehtiyot bo'lasizlar. Minus 4 ni olmaymiz. Nima uchun? Chunki X o'rniga minus olmaymiz. 8 ni o'zi olasizlar. Minus 4 atmayman. Tushunarlimi? Qarang endi 66. 66 5 x minus 1-inchisi 11 5 x minus 2-inchisi shu teng 4. Endi qaranglar buni. X'ga tushsak bo'ladi, x Mana bu nechi? Taqsim 5 bo'ladi. Narxi nima yozilgan? 11 ko'paygan. 11. Qaranglar, endi buni nima qilamiz? Eslab qolinglar. Darajasi kichigiga qasddan tashqariga chiqadi. Darajasi kichigiga qasddan tashqariga chiqadi. Kim darajasi kichik? X minus 2 kichikmi? Yo'q, verish oshatamiz. X minus 2 kichkina. X minus 2 kichikmi? X minus 1mi? X minus 2. X minus 2. Demak, X minus 2 ni qasddan tashqariga chiqarsan. X ning darajasida 5 ning darajasida X minus 2 ni chiqarsang, bu yerda qara 5 ning o'zi qoladi. Ko'paytirsang birinchi daraja qo'shilganda minus 1 qoladi. Endi bir turib tushunyapsizlarmi? Plus buni o'zi chiqib ketganda joyida 10 o'zi qoladi. Shu teng? Bu ikkovini qo'shsak necha? 16 bo'lib beringlar. 16 ga 125 bo'ladi. 25 5 kvadrat emasmi? Bu tashlangan. 4. X minus 2 teng 2 ga, X minus teng 4 ga. Tushunarlimi? Demak, bu taraf degan misollar belgilash emas, qasddan tashqariga chiqarib tashlash kerak. Tushunarlimi? Mana misol uchun qiyinroqlarni ko'rsak 60 70 mana. Ikki bu juda ham oson. X plus 3 3 x plus 3.
Qaranglar. Darajalar teng-ku. Bu yoqqa bo'lish Endi darajalar teng bo'lsa qaranglar. Asos har xil. Endi nima qilamiz buni? Endi imkon qanday bo'ladi? Mana 1 bo'lsa qaranglar. Buni bu yoqqa bo'lib yuborsam bo'ladimi? 2 taqsim 3 ning nimasi? X plus 3 teng 1-ku. 1 ni men 2 taqsim 3 ning 0 deb olsam bo'ladi. Har qanday son 0 1 ga teng-ku. X plus 3 teng 1 ga. X teng minus 3. Nolga ustoz. Ha, 0 ga 0 daraja. Minus 3 bo'ladi. Minus 3 bo'ladi. Tushunarlimi? Qarang, 76 da. Mana bu maydalanglar 2 mana 8 karra 3 deyishimiz mumkin-ku. Buni ham 2 ning kubi 3 karra hisoblanadi bu. Kubida x plus 1. X plus 3 bo'ladi-da. Ha, endi bu 3 ku 3 x plus 1. x plus 1 shu teng nima? 2 ni 2x plus 4-si ko'paygan 3 ni. Qaranglar, bu 2 ni bu yoqqa bo'laman. Darajasi nima bo'ladi? Ayrilib ketadi. 3x dan ayringlar. x minus 1. X minus 1 bo'ladi. Buni bu yoqqa bo'laman. Darajasi ayriladi. Minus 1 taqsim 3. Xo'sh, x ni 1 taqsim 3. minus 1 bu. Ana 2x ni ustida x deb ketdi. Qaysi? Ha, mana 2x ekan-ku. Qarang, 2x bo'lsa endi x minus bo'ladi-da. 3x minus 1x bo'ladi. Qarang, boyaga bo'lib qoldi. Daraja teng-ku. Kara 1 deb yoqqa bo'lib yuboringlar. Bo'lib yuborsam 2 taqsim 3 ning x minus 1-si shu teng 3 ning x minus 1x bo'ladimi? Mana 2 taqsim 3. 2 taqsim 3 ning. 2 taqsim 3 ning 0-si. 0-si bo'ladi. Har qanday son 0-si-da bu. Qancha olsak? X minus 1 teng 0 ga x teng 1. Tushundingmi? Xo'sh. 76 79 deb ko'ring. Sal to'liqroq ko'rinyapti. Qarang. 79 5 dan x kvadrat minus 1-si plusdan 7 2x kvadrat minus 1-si teng 2x kvadrat plus 4-si minus 3 ko'paygan 5 ni x kvadrat minus 2. Tushunaymi? Endi qaranglar. Buni qanday ishlaymiz desak, mana bu yerda 7 turibdi. Ko'paygan 3 5. Xo'sh, buni qarang, nima qilamiz buni? Nima qilsak hisoblasak bo'ladi? Qaranglar, guruhlashimiz kerak-da, guruhlashimiz kerak. Bu yoqqa 5xlar, 5lar borlar, bu yoqqa 2lar borlar, bu yoqqa Ko'paytmalar taqsim bo'lib ketadi. Xo'sh, 2 yig'ildi-ku. Ayirsak nechinchi misol bu 79 edi? 7 5x kvadrat. Mana maydalikchi x kvadrat minus 2 bu. 79. Bu yoqqa bitta 5lar bordi, bu yoqqa 2lar bordi. Siz Xo'sh, qaranglar, 2lari borni deb o'tkazsak. Mana 3 bor, bu 2 bor, deb o'tkazsak qani, 5lari borni bir tomonga o'tkazsak qani. Qaranglar, buni deb o'tkazaveraman yig'indiga. 5x kvadrat minus 1 plus mana bu yerga keladi. 3 kere 5x kvadrat minus 2 bo'ladi, teng. Ikkisi borni tomonga o'tkazaveraman. 2x kvadrat plus 4 minus 7 kere 2 x kvadrat minus 1. Endi darajasi kichkina olib chiqamiz. Kim? Minus 2. Minus 2 chiqarsam kim qolaveradi? 5 ta birinchisi plus joyda 3. Buni-chi endi darajasi kichigi. Minus 2 x kvadrat minus 1 ni olib chiqsam kim qoladi? 2 ni 5-chi qoladi. Tushundingmi? Minus 7. Ishora to'g'ri. Endi hisoblanglar. 2 8. 5 ni x kvadrat minus 2-si 8. Bunisi-chi? 2 ni x kvadrat minus 1-si 3. Xo'sh, 2 ni 5-si 32. 25. 32 dan bu ketsa 25. 5 bo'ladi. Endi bu Buni qanaqa bo'lib olaman? 5 kvadrati ayriladi mana bu. Ya'ni 5x kvadrat minus 4 bo'lib qoladi. Hamma tushundingmi? Tushunmaganini so'ranglar. Mana uni 25 5 kvadrati. Bundan minus 2 ayrilib ketyapti 5 kvadrat. Bu yoqqa bo'lib o'tsa ya'ni. Shuning uchun minus 4-daraja. A kubi 2 ni. Kubi ayrilib ketadi. 2 ni x kvadrat minus 4. Ana endi boyagi holatga kelib qolgan. Plus minus. Kara 1 deb yoqqa tushirib olinglar. 5 5 taqsim taqsim 2. 2 ning nimasi? x kvadrat minus 4. Shu teng 5 taqsim 2. 5 taqsim 2 ning 0-si deb olamiz. Ketsa Minus 2. plus minus 2 deb olamiz. Tushunarlimi? Bu misol nima qilamiz endi? Buni
Ana nima? Masalan 4 ta ikki onasi Mana qoladi. bu 6 kere 2'nin 2 x'ini desak. Minus Minus 13 kere bunu 2'nin 2'si 3'te ikkinchisi. plus 6 köpeğe. Yana 3 ta 2 ikkinchisi. Şu dengiyorum. Hammasini nechigadir bo'lsak bo'ladimi? Qadam berishga to'sib. Nima ekan? Qaranglar, hammasini qaranglar. Ikkinchisi. İşte iki x'inchisi var, shunga bo'laveramiz. Boshidagini Hammasi. 2 da ikkinchisini Ha, bu 3 ta mayda ikkinchisini boshidagi. yozsangiz bo'ladi. Nega? Boshidagi- Turursan, mayli. Bo'lsa hozir qaranglar, bu bo'linami 3 ta 2 x'inchisi. Minus bu ham bo'linami 3 ta 2 x'inchisi. To'g'rimi? Bu ham bo'linami 3 ta 2 x'inchisiga. Endi qaranglar, buni bo'lganda bularga darajada bir xilku. 6 ko'paygan 2 taqsim 3 ni jamida 2 x'inchisi deb yozsam bo'ladimi? Ikkinchisida qaranglar, kvadratdan bittasi ketsa, bu 2 taqsim 3 ta x'inchisi qoladi. Minus 13 ko'paygan 2 taqsim 3 ning nimasi bo'ladi? Birlashgisi. X'inchisi bo'ladi. A buni o'zini bo'laversam bir narsa qoladimi? Plus 6 teng 0 ni bo'lsa bari hech narsa qolmaydi. Ayni belashkadingmi? Oldinda Nima deymiz? birlashgan. 2 taqsim 3 ning x'inchisini t desalar, bunisi t kvadrat. Kvadrat. 6 ta t kvadrat minus 13 ta t Minus 36. plus 6 teng 0. Vaqtincha ko'paytirib turamiz. T kvadrat minus 13 ta t plus 36 teng 0 mi? Necha? 9 o'tib 3 taqsim 2 yu 2 taqsim. Bo'laveramiz oldiga. 3 taqsim 2 yu 2 taqsim 3. 3 taqsim 2 yu 2 taqsim 3 bo'ladi. Zo'r bo'ladimi? Bo'ladi. Endi nega? Hali bellash kiribdi. Hali O'rnab qo'yamiz. qo'yamiz. 2 taqsim 3 ni x'inchisini bir marta 2 taqsim 3 o'ynasam x ning 1 chiqadi. Bir marta x ning minus 1 chiqadi. Nima uchun? Chunki Teskari aylanmasda. Shuning uchun minus 1 darajada chiqadi. Tushundingmi? 82 bir so'rlar maqsadda. Xo'sh, 82 86 qaranglar. Qanday ishlaymiz 86? 8 lik x'inchisi plusdan 18 lik x'inchisi 2 ko'paygan 27 ni x'inchisi. Bu tarafdagi kichkina ko'ringanda yaxshi misol nima qilamiz? Mana 2 ni 3 x'inchisi plus 1-chi 2 kara 9 bilan 9 da 2 ni ham x'inchisi ko'paygan 3 ni 2 ikkinchisini. 2 x'inchisi demasak bo'ladi, to'g'rimi? Minus 2 ko'paygan 3 ni 3 ta cheksiz. hammasi nimaga bo'laveraman? 3 ning 3 x'inchisiga bo'laveraman. 3 ta 3 x'inchisiga hammasini bo'lib chiqsam, Oxiridagi bo'larkan. aha. Bunda 2 taqsim 3 ning nimasi bo'ladi? 3 cheksiz. Hop. Buchi kvadratdan bo'linib 2 taqsim 3 ni x'inchisi minus 2 teng nol. Belash kirsak, T kub plus ha? Ha? Minus 2 teng nol. Endi nima qilamiz? Bu qanday ishlaymiz? Nima deysiz? Ko'paytirib kelamiz-ku. Nolga tengmaga aniq. Qaranglar, uni yozib olamiz. T kub minus 1 ni bunga olamiz. Bo'ladimi? Ana tushundingmi shunga? Minus 2 ni mayda deb oldim, xolos. Minus 2 ni minus 1 deb oldim-da. Endi bunga kubga qo'yamandan kub bo'yicha yo'yaveraman. T minus 1 t kvadrat plusdan t plusdan mana uni yo'ydim. Ha bu davomida nima turibdi? T minus 1. Nima farqida ikkovida? T minus 1 chiqarsam t kvadrat plusdan t Minus plusdan 2. plusdan 1. Shu teng yo'q. Bundan t minus 1 bitta t kvadrat plusdan t plusdan 2 teng yo'q. Betga ko'ra t teng minus 1 da o'zi bitta yecham. Buni nima desak? 2 1 desak, diskriminatsiya kichkina. Bunda yechim mavjud emas. Demak, javob bittagina 1. Tushunarli? Yozing. Qaranglar, mana bu yerda xo'sh. Qaranglar, mana bu yerda t deb 1 deb chiqardik-ku, nimani dedik? 2 taqsim 3 ni 3 x'ini t deymizda, endi 1 ga tenglaymiz-da. Yo'q, ko'p. 1 desak 3 ni 0 istiqbolsiz 2 taqsim 3 dan 2 taqsim 3 nimasi deymiz? 0 istaymiz. 3x teng 0 x teng 0 bo'ladi. Tushundingmi? Mana 3x emas 3 x 4.
X'ni o'zim deneymiz va X'imizni o'zim. Mana bu ham shartnoma endi, uni ochiq yo'q. Yozib. Nima deysizlar? Buni maydalab olamiz birinchi. Mana 3 kere 5 lazım. ko'paygan 5 teng x'ingisi 3 ham minus 18 5 ning x'ingisi. Bu minus 10 3 ning x'ingisi plus 90 teng bo'ladi. Shuni guruhlashimiz kerak, ko'pasiga ajratib ketish kerak. Nima deysizlar? Kelasidan 5 ning x'ingisi olib chiqsam, yuqoridan 10 olib chiqsam. Qaranglar, 3 emas, 5 ning x'ingisi bor. Bekodan 5 ning x'ingisi chiqarsam, 2 ni ham chiqarsam, 2 ham bor-ku, to'g'rimi? To'g'ri qoladi. 3 ning x'ingisi minus bu ikkovidan qaranglar 10 olib chiqinglar minus 3 ning x'ingisi minus 9 bo'ladimi? Ab endi ikkalasidan olib qoldi. Bir olib qoldimi? Ikkovidan 3 ning x'ingisi minus 9 olib chiqsam, 2 kara 5 ning x'ingisi minus 10. Shu teng 0 ga, har biri 0 ga tenglaymiz. 3 ning x'ingisi teng 9 ga. Xo'sh, 5 ning x'ingisi teng 5 ga qara oldim. Yakın 32 nima qildim? Bo'ldim men. Qaranglar. Mana uni deynadim, bunda yakın 30 2 ni bo'lardim. Tushundingmi? Endi 2 chiqadi bundan. 3x 3 kvadrati, işte bundan x teng 1 chiqadimi? Bundan x teng 2 chiqadi. Tushunarlimi? Eymasa, ana sistemaga o'tamiz, qaranglar. 92, 93 juda ham oson sistemalar, qiyin emas, mana qaranglar. 93 misol uchun. 2 ning x'ingiz ko'paygan 3 ni y teng 48 ga. X minus y teng 3. Mana. Ana shu ikkala sistema ishlash kerak. Bu uchun qaranglar, yuqoridagi mana uni men bitta ko'payishga ajratib oling. 8 kere 6. 8 kere 6 deymizda. 16 kere 3. 16 16 kere 3. 2 ni to'rtinchisi Kere 3. Birincisi. kare 3 deymizda birinchisi. Qaranglar, men x ni 4 desam, Y teng 1. y ni 1 desam o'xshaymi ekan? Tavakkal qilib ko'ring. Bunisiga ham qo'yinglar, mana 4 dan 1 desang, 3 demak, yechim sifatida qo'ydiramiz. Tushunarli? Xo'sh. Ana endi mana 93 bo'lsa 96. 96 ni qaranglar. 3 ning x'ingisi minus 3 ning y-ingisi 18 ga x plus y 5 ga. Mana sistema qanday ishlaymiz? 2 kere 9. Mana yana, mana maydalab olaylikchi, bir gap bo'ladi-da. Mana uni. 2 kere 9 2 ni birinchisi Kere 3 3. kvadrati. 3 ni yozdim, 96 ni yozdim. 2 ni birinchisi 3 ni kvadrati. Xo'sh. Mana da tanlab olaylik, mana uni. Ekvivalentisi 5 bo'lgan. 3 2. 3 2 desak, qaranglar, bunga 3 qo'ysak. 3 ni kubi necha? 27, bunga 2 qo'ysak. Bo'ladi. Qaranglar bo'lganda. Demak, x teng 3 ga, y teng 2 ga deb tanish yo'lda topib ketsalar bo'ladi. Tushundingmi? Xo'sh. 101-chi. 101 da qaranglar. 2 ni x minus 8 ko'paygan 3 ni x minus 9 ni to'g'risi taqsim. Xo'sh, x minus 3 y minus 2 shu teng bo'lgan. Bu yoqda 3 ni y-ingisi 17 minus x ga. Mana sistema ishlashimiz kerak. Nima deysizlar? Yuqoridagi ishni olaylik. Suratlarga tengmi? Qaranglar. 2 ning x'ingisi X 3 bo'ladi. teng 2 ning kubiga x teng 3 bo'ladimi? Bundanchi y x mi? X bo'lagan kesdim. 8. X qaranglar 3 ning nimasi? 8 bo'ladi-da. 4 tenglar o'tib tushirasan 8 teng 8 bo'ladi. Qaranglar 3 ni ololmayman-da. X teng 3 olmayman. Nima uchun? Çünkü pastdagi 0 bo'ladi. Ana unga qo'ysam 0 dan 0 3 dan 3 darsa 0 bo'ladimi? 0 ketdi. Bizga dabdaba bo'ladi. Shuning uchun faqat x teng 3 olishim mumkin ekan. 8 deyni, mana 8 olib qo'yamiz. 3 x teng 17 dan kimda? 3 x teng 9. Y ha. 9 o'yinga y nima chiqadi? 2 chiqadi. 2 chiqadi. Bo'ldi, 8 2 ekan. Tushundingmi? Yozing. Yangi tushdi. Qaranglar, bu tartibga misollar qanday ishlanadi?
O'zaro teskari son degan nima tushunasizlar? O'zaro teskari son degan. Bittasi minus o'sha. Yo'q, Yo, bir tanesi bir tanesi. Ha, 10 ga teskari son nima? Bittasi bu. Qaranglar, teskari sonlar ko'paytmasi nima degan bo'lardi? Har bir birga teng. Har bir ko'paytmasi birga teng bo'ladi. Qaranglar, mana shu ikkita sonni bitta ko'ydirib qo'yinglar-da. Ildiz ostida 7 plus ildiz osti 48 bilan bitta o'zga ko'paytirsam bo'ladimi, to'g'rimi? 7 plus ildiz osti 48. Shu ko'paytirsam, birinchisi kvadrati 49, ikkinchisi formula qo'yadi-ku. Ikkinchisi kvadrati 48. Ayrsam ildiz osti 1. Bundan nima chiqyapti? Bundan xulosa shuki, mana demak bu son bilan bu son o'zaro teskari. Demak, mana buni t desa, ildiz osti 7 plus ildiz osti 48 ni t desa, belashasa, ildiz ostida 7 plus ildiz ostida minus 48 imiz to'g'ri ekan. Bittasi t deb berish kerak ekan. Tushunarlimi? Mana uni. Xo'sh. Mana uni x-inchisi deylik, mana shuni x-inchisi deb olaylik. Buni x-inchisi birtasini topadi. Endi o'rnab qo'yinglar mana buni. T plus birtasi t teng. Bitta numarani beringlar. T plus 1. Endi osongina chiqmaydi buni javobi. Buni endi ildizni son bo'lsa ham ishlaymiz buni. 196, to'g'rimi? 196 minus 4 ta asem. 1 kara 1. Shunda 190 2 bo'ladimi? Endi buni qiynaman. 14 plus minus ildiz ostida 192 ni nima desam bo'ladi? 192. 64 kara 3 desam bo'ladimi? Ha. Yoki 48 4 ga bo'lsa 48 bo'ladimi? 4 tas. 4 kara 48 desam bo'lar ekan. Ol o'xshataman deb qo'ygan. 4 kara 48 deyman. Shu degan? Taqsim 2 ku, buni men 7 plus ildiz ostida 48, 7 minus ildiz ostida 48 degan javoblarga keladi. Tushunyapsizlar? X1 T1 T2-da-ku. Endi nima dedim? Mana buni. Ildiz 7 plus ildiz ostida 48 ni. Qara ildizini x-inchisi-ku. Shuni men x-asini kesib olsam bo'ladimi? Ha? Shu teng bir marta 7 plus ildiz ostida 48 ning nimasi? Birinchisi. X asli nima deb bo'ladi? 1 ga x teng 2 ga. Xuddi shuni buni olib borib qo'ysam, shu minus 1 desam bo'ladi, to'g'rimi? Minus 1 ga qo'llaysiz mana. X asli 2 teng minus 1 ga. X'imiz teng minus 2. Demak, javobimiz plus minus 1 bo'ladi. Tushunarli? 2. Ha, plus minus 2. Yozib oling. Buni qanday ishlaymiz? X minus 3 nolesiz bo'ladi. Tashlaversak? 0 ga teng bo'ladi. Minus 2 minus 6 teng 0. Nechinchi? Minus 2 3. Yo'q. Minus 2 3 mi? Ha. Xo'sh, hisoblasang shuni beradi, to'g'rimi? Bo'ldi, bunda javob bor. Hayır. Endi qaranglar. Hali javob tugamadi hali. Endi qaranglar, asos 1 bo'lib qolsa, asos. Bo'lmaydi. 1 bo'lib qolsa. 1 bo'lib qolsa, 1 da har qanday darajasi 1 edi emasmi? Ha? Endi 1 bo'lish nima bo'lishi kerak? X nima bo'lishi? 4 bo'lishi kerak. X teng 4 degan javobimiz bo'ladi. Sen miyani aytishlar. Demak, javob minus 2, 3, 4 ekan. Tushunarlimi? Endi 2 bo'lib qolsa-chi, 2. Qaranglar, hozir 2 ni qo'ysam, qaranglar. Mana minus 1 bo'lib qolsa-chi, minus 1. Bo'ladi. Minus 1 bo'lib qolib 100 daraja bo'lib qolsa, bizda u ham bor. Endi minus 1 bo'lish uchun nima qilaman bunga? 2 olaman. 2 dan 3 daraja minus 1. Endi qaranglar, bunga ham 2 olaman-ku. 100 daraja bo'lsa o'rinli bo'ladi, to'q darajada o'rinli bo'lmaydi. 2 qo'ysam 4. Agar 2 bo'lsa 2 bo'ladi. Minus 2 minus 4 juft daraja-ku. O'shaning uchun minus 2 ni yechasam to'g'ri bo'ladi. Yo 2 ni. 2 ni o'zi. Siz 3 ta olmaysiz. Endi 0 qarang. bo'lib qoladi. 0 bo'lib qoladi. 3 ni nimaga oldim o'zi? Ha, mana bu yerdan chiqdaymi? 3 qo'yadigan bo'lsak 0 bo'lib qoladi. 0 ning darajasi 0 ga teng, 0 teng 1 ga. Demak, mana bu atmaydi. Demak, javoblar minus 2 minus 2. Keyin ko'p. Shunga bundan ham shunaqa allamchi yo'llar ham bor, aytib bo'lasizlar. 110 ni ko'rsak. Qarang, 110-chi misol. X kvadrat
4 ildız ostida 2 minus 2 plus 4 ildız ostida ildız yo'q. 2 minus 2 shu teng 4 ildız ostida 2 minus 2 plus 2 plus x kvadrat 2 minus 2x. Buni qanday ishlaymiz? Nima deysizlar? Oshkimda qanaqa fikr bor? Analarni nima ochqa? X kvadrati bormi bu tomonga o'tsak, ha? X kvadratlari bormi bu tomonga o'tsaman. Buni men o'tsam minus o'tamiz. X kvadrat olib chiqib olaman birdaniga. 4 2 minus 2. Kim qoladi X kvadrat olib chiqsa? Ildız ostida 4 2 minus 2. 4 ildız ostida 2 minus x. Minus. Kim bu qayerga o'tadi? Minus 2 minus 2. Minus 2-chi darajasi bo'ladi. Teng. 4 yo'qini tomonga o'tsaman. Ana, buni yapib o'tkazaman. Bo'ladi? 4 darajasi ildız ostida 2 minus 2 ayrilgan 4 darajasida qo'sh. O'zimi? Qo'sh, mana shuni men 2 minus x bo'lsa. Endi buni qanday chiqaramiz? Bir tasga 2 ikkinchisi bo'lsa. 4 ni darajasi kichik olib chiqsam. Xo'sh, buni qilaylik buni. Mana, ildız qo'yib. Ne kadar qo'yib bo'ladi? Ha? Mana bu. Endi olib chiqa olamiz buni. Bu turaversin. Xo'sh, x kvadrat 4 ildız ostida 2 minus 2 minus 2 darajasi minus 2x. Shu teng 4 darajasida ildız ostida 2 minus x olib chiqsam, joyida bir qoladi. Minus 2 ildız x. Minus 4-chi darajada Ildız ostida 2 minus 2. shunda bo'ladi. Chen Endi nima bo'ladi? Xo'sh, mana 2x. Qaranglar, mana bu joyda mana 2 plus 2x bor ekan, bittasi ketib qolibdi. Shunda qaranglar, mana buni o'zini men 4 ildız ostida 2 minus 2 ko'paygan 4 kvadrat deb olish mumkin. O'shanda bu tomonda qolgan ifodamiz necha bo'ladi? 16 qoladi, 16. 16 kala bo'ladi. Tushundingmi? Endi ikkovidan chiqargan paytimda mana ikkalasi. Bu yerda bir emas, nima qoladi? 16 qoladimi? Shundaymi? Xo'sh, 16 qoladigan bo'lsa, qaranglar, 110 ni qilamiz. Voy x kvadratni olib tomonga o'tsak, x kvadrat ko'paygan. Xo'sh, 4 ni ildız ostida 2 minus x. Tushunaymi? Plusdan, minusdan bu o'tyapti bu. Minusdan necha? X kvadrat ko'paygan 2 minus 2x. Tushunaymi? Buni ham o'tib beraman. 4. Xo'sh, qaranglar, mana uni ikkinchi daraja bor-ku, 4 kvadratda ko'paygan 4 da 2 minus x deyiladi. Shunda nima bo'ladi? 16 ko'paygan. Xo'sh, 4 ning nimasi? Ildız ostida 2 minus x bo'ladi. Minus buni men o'tsaman. 2 darajasida deb yozaman. 2 darajasida. Nima bo'ladi? 2 darajasida 4 bo'ladimi? Minus 2 ko'paygan 2 darajasida minus 2x bo'ladi. Mana bu necha ikkalasi? Mana ikkovidan nima bir xil? X kvadrat bir xil. 4 darajasida ildız ostida 2 minus 2. Shundaymi? Minus qo'chi 2x. 2 darajasida minus 2x qoladi. Shundaymi? X kvadrat chiqib ketadi. Bu ikkalasidan qaranglar, 2 ni to'rtinchi, ya'ni 16 ni olib chiqib ketadi. 16 olib chiqsa nima bo'ladi? 4 darajasida ildız ostida 2 minus 2 minus 2 darajasi minus 2x bo'ladi. Endi qaranglar, ikki tomonda ikkita narsa bir xil bo'ldi. Shu ikki o'lcham qisqartiraman. Faqat 0 edin qisqartiraman. Tushunyapsizlarmi? Chunki bu tomon 0 bo'lsa, bu tomon ham 0 bo'lsa, ikki bir-biriga nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Faqat 4 darajasida ildız ostida 2 minus x da minus 2 darajasi minus 2x da nima deyman? 0 edin. Buni ham o'tkazsam 2 darajasini yozaman. 2 darajasi 2 ildız ostida 2 minus 2. Shu teng 2 ni minus 2 x. Mana 2 ni qisqartiramanmi? Xo'sh, kim qoladi? 2 ni bo'lib olsam yana ildız ostida 2 minus 2 2 minus x da minus 2. minus 2 ga. Bu irratsion nima ekan, to'g'rimi?
X ga da, ikki tomon ko'tarib ko'tarsam. 2 minus x'imiz teng X kvadrat. x kvadrat ko'taman o'tsa X kvadrat. x kvadrat plus 2 minus 2 teng 0. Nechi? 2 1 x minus to'g'rimi? Endi qaranglar, mana ungacha birda qo'shsa minus 1 bo'lardi. Ildizni sonimiz minus 1 teng bo'ldimi? Shuning uchun mana yechim 1 degan yechim aytmayman. Yo'q, siz birda qo'yasiz. Ha, birda qo'ysa ham minus 1 bo'ladi. Ildiz son minus 1 teng bo'ladi. Endi minus 2 ni qo'ysamchi bo'ladi. Minus 2 ni qo'ysam, minus 2 4 2 chiqadi. Minus bilan plus o'sha. Demak, bitta yechimimiz bor, minus 2 degan. Tushunarli? Endi buni tashlaverganda kim qoladi? X kvadrat teng 16 ga. Bundan ildiz oladigan bo'lsa x'imiz plus minus 4. Endi qaranglar, mana bunga 4 qo'ysam ildiz tayinlab bo'ladi? Mak yo'q. Minus 4 qo'ysam 2 ni o'zi chiqadi. Demak, minus 2 ni o'zi aniqlab oladi. Javob 2 uchun ham mana minus 2 va minus 2 ni o'zi yechim sifatida oladi. Tushunarlimi? Minus 2 ni o'zini yozib qo'ysa. Minus 2 ni o'zi yechim. Yoz. Qaranglar, 113-misolni qanday ishlaymiz? Qaranglar. Xo'sh, buni ham qaranglar, mana 48 borligi, shuni men 2 ni 4-ga ishlab yozgandik bu misolda. Shuni 4 bilan bir olib ko'raylikchi, tepani qaramlarni yechim sifatida olamiz. 4 bilan 1, 2 ni x o'rniga 4 qo'ysa 16, 3 birinchi 3 16 kerak, 3 bo'lmaydi, to'g'rimi? Endi nima deymiz? Bundan so'ralashib qo'yaylikchi. 162 nima deymiz? Birda qo'yib ko'ray. 162 kerak. Ustoz birda qo'yib ko'ray bo'ladi. Qaysiga birda qo'yasiz? Ikkita javob chiqdi. X teng 4, X teng 1. Apa x plus y shekilli. X mi? Y emasmi? To'g'rishda ko'raychi. Adashmasam. Mana y, mana x'imiz y bo'ladi. Xo'sh, shunda mana endi naborot bunga qo'yinglar 4 ni. Ikki chiqadi, to'g'ri. Sashlarni to'g'ri bo'laydi. Yo'q, to'g'ri. Naborot, biri to'g'ri bo'laydi. Shundaga 110. Endi 110 qaranglar, 116 yo 5 116 ni kerak qani? 116 ni son qanday beradi? Qarang. X kvadrat. Boyaga o'zi ekan. 38 plus 16 2 ni y-gisi teng 2 ni 7 minus x-gisi plus x kvadrat ko'paygan 2 ni y-gisi. Y-ni beryapmiz degan uzoqda x minus 4. Qaranglar, mana yuqoridagi mana misolga o'xshaydi. 110. Xuddi shuni ishlaymiz. X kvadrat borni bu tomonga o'tkazaman. O'tkazinglarchi. X kvadrat olib chiqmasam birdan bu tomonga o'tkazing. Nima qoladi? 3 minus nimasi? X kvadrat. X-inchi ayrib o'tyapti. 2 ni y-inchi qoladi. Endi bu ikkovidan qaranglar. Bir tomonga o'tkazing. Xo'sh, nima deb yozsak bo'ladi? Buni ham o'tkazsak ham bo'ladi. Buni ham o'tkazsak 2 ni 7 minus x-inchi minusdan 16 ko'paygan 2 nimasi? Y-inchi. Va ikkovidan nima olib chiqsa bo'ladi? Nima deb yozsak? Mana qaranglar, buni yozsak zo'r bo'ladi-da buni. 2 ni 4-inchi ko'paygan 2 ni 3 minus x-inchi deb yozsam bo'ladi, bunga o'xshaydi. Minus 16 2 ni nimasi? Ikkovidan nima bir xil? 16 bir xilda. 16 ni olib chiqsalaring nima qoladi? 2 ni 3 minus x-inchi minus 2 ni y-inchi. Bu tomonda ham qaranglar, x kvadrat ko'paygan 2 ni 3 minus x-inchi minus 2 ni nimasi? Y-inchi qoladi. To'g'rimi? Bir xil narsalarni nima qilishimiz mumkin? Qisqartiraman, faqat do'lga tenglab ishlab qo'yishim kerak bo'ladi. Ya'ni 2 ni 3 minus x-inchi minus 2 ni y-inchi nimaga tengmi? 0 ga. Bundan 3 minus x-imiz teng nimaga? Y ga. Bitta yechimiz bor hozircha bunda bizga kerak bo'lgan holat. Ana endi yana bittasi qolgani nima bo'ladi? X kvadrat teng 16 ga, x-imiz teng nima bo'ladi? Plus minus 4 ga. Endi qaranglar. Xo'sh, mana unga bir marta 4 qo'ysam. Xo'sh, nima bo'lyapti sherik? Y to'g'riliga. Minus 4 qo'ya olmaymiz chunki mana unga minus 4 qo'ymaymiz-da. Minus 4 qo'ysak ikkinchisi qanotdan bo'ladi. 4 ni o'zini qo'ysak 3 bo'ladi. 4 qo'ysa 3 bo'ladi. Y-imiz teng uzoq 3 mi? Demak, nima bo'lyapti? X 4 bo'lganda y-imiz uzoqda 3 bo'ladi. 3 bo'ladi. Endi mana ikkovi sherik qilsak-chi. Hozir mana bu yerdan x-imiz
X o'rniga mana ikkalasini ham she'r qilishimiz kerak-da. Bitta yozganmiz, bu yoqni o'chiraylik. Endi qaranglar, mana bu chiqdi bizada. Y-imiz teng 3 minus x ga. Yana bittasi bu yerda y-imiz teng nima edi? X minus 1 gamimiz ostida ikkita y-lar bir-biriga tenglashtirib olamiz. Nima bo'ladi? 3 minus x-imiz teng x minus 1 ga. To'g'rimi? Ikki tomon qilib ko'taramiz. 9 minus 6x plus x kvadrat teng x minus 1 ga. Berib o'tamiz. X kvadrat minus 7x plusdan 8 teng 1 ga. 8'i 1 bo'ladimi? plus 8 demak 10 bo'ladi siz. Chunki u minus bu yerda plus Plus o'tyapti 10 bo'ladi. 10 X bo'ladi. kvadrat 502 bo'ladi. 7 bo'ladi, 10 bo'ladi. Demak, bu 10. Keyin 502 bo'ladi. 502 bo'ladi, ikkalasi ham musbat. Qaranglar, x lang 502 bo'lganda, endi y topib qo'yamiz, y. Xohlagan qo'yamiz, bu ham. Bu yerga qo'ysak musbat, bu yerga qo'ysak musbat, qanotlarimiz. Qo'yinglarchi. Xo'sh, y-imiz nima chiqadi? X 5 bo'lganda minus 2. minus 2. To'g'rimi y-imiz? 2 bo'lganda 1. 2 bo'lganda x-imiz 1. Xo'sh, y yana mana bu yerda ham bitta bor. 4 bo'lganda o'z ostida 3. Bizga nima degan shartida? Mana bu yerda qaranglar, minus 2. 5 minus 2 degan javobimiz mana bu qanotlantiryapti. 5 2 ekansiz. 5 2. 2. 2 qanotlantiryapti, to'g'rimi? 5 minus 2 ku bu. Mana qarang. Mana 5 qo'yganimizda y ga x ga. Ha. 5 qo'yganimiz minus 2. Lekin ildiz sonimiz manfiy chiqarib bera olmaydi, shuning uchun bunda tushunarli? Qarang, misolda y ni x orqali ifodalaymiz. Nima qilasizlar buni? Buni minus 3 daraja bor-ku, 2 plusdan a taqsim 1 taqsim n desa bo'ladimi shuni? 1 taqsim a ni n darajasi. Ha? Endi bizga mana shu a ni n nisini buni bu yoqqa o'chirib yuboramiz, bo'ladimi? Xo'sh, a ni n nisi teng 2 minus nimaga? A ni n nisini o'rniga nima qo'yaman? 2 minus x teng. X teng 2 plus 1 taqsim bo'ladi 2 minus y. 2 minus y bo'ladi. Endi bu yerda y topib qo'yishimiz kerak. Y ni x orqali qilyapti-ku. Shuni y topishimiz kerak. Bu uchun nima qilamiz? Buni bu tomonga o'tiraman, buni bu tomonga. Shunda buni bu yoqqa o'tsak, x minus 2 shu teng nima bo'ladi? 1 taqsim 2 minus y. Qara, kara bir qismda buni pastga, buni tepaga chiqarib bo'ladi. Xo'sh, shunda 2 minus y imiz teng bo'ladi. 1 taqsim x minus nima ekan? 2 bo'ladi. Endi buni bu yoqqa o'tiraman, buni bu yoqqa o'tiraman. Y im teng. Bu bilan ayrib o'tadi. 2 minus 1 taqsim x minus 2. Bu tarafda berilmagan bo'lishi mumkin javob. Umuman haj berib qo'yaman. 2x minus 4 minusdan 1 taqsim x minus 1. Y teng bo'ladi 2x minus 5 taqsim x minus 1 bo'ladi. Bo'ldi. Y ni x orqali ifodalash mashq bo'ladi. Tushundingmi? Ana endi mana bu misollardan 121, 122 misollardan graflar o'rganib chiqdik biz. 2x minus 3 minus x ku ikkalasi nechta ichimga ega deb savol beradi-da. Telefonimizda sonini grafik usulda aniqlaymiz. Buni mana 2x ni a darajasi x grafi qanaqa edi? A'miz 1dan katta bo'lsa, graf mana shu 4 tarafga ketardi. 0 da 1 ga teng bo'ladi. Va 0 bo'lsa haqiqatan 1 bo'ladi, to'g'ri? Endi bu-chi? 0 bo'lsa bunda endi chiziqli funksiya, to'g'rimi? Chiziqli funksiyada 3 ta o'tadi. Ozod hali 3, kamayuvchi. Buni 0 ga tenglashsa 3 degan joyga kesadi. Ya'ni kamayuvchi ketadi. Nechta ichimga ega? Ikkitami? Bitta joyda kelsa bitta, ikkita joyda kelsa bitta. Tushunarlimi? Mana bu 123 qarang endi. 123 grafik qanaqa bo'ladi? 3 ta x teng, ildiz ostida x plus 2. Grafni ancha o'rgandik, to'g'rimi? Yana men 3 ta x teng bo'ladi. ikkita chapga Birdagi. Endi bu qaranglar, ildiz ostida x ta grafiki bunaqa edi. chapga bo'ladi. Anaqa edi, to'g'rimi? Chapga. Endi 2 x ga qo'shilgan-ku. Chapga usuladi. Chapga 2 birlik suriladi. 1 2 dan boshlab suradi. Başlar. Ikkita. Tushundingmi? Mana qaranglar, minus 1 qo'ysak nima chiqadi? Minus 1 qo'ysak. Mana bunga 0 qo'ysak ildiz ostida, xo'sh, 2 birlik chapga surilsa, endi mana bunga 2 qo'ysak, xo'sh, minus 2 qo'ysak nima bo'ladi? 0 bo'ladi, to'g'rimi? Endi 1 qo'ysakchi 1. Minus 1 qo'ysak, minus 1.
1 bo'ladi. 1 bo'ladi. 1 degan joyga kelsa, 1 degan joy mana yerda umumiy degani. Shunday shuning uchun endi mana bu yerda 0 qo'ysa ilsosidagi 1 dan taqriban katta bo'ladi. Shuning uchun ikkita joydan nima qiladimi? Kesishadi. Nechta yechim bor ekan? Ikkita deb yozib ketaverasiz. Tushunarlimi? Qarang, iqtidorlidan mana bu misollar juda ham yaxshi misol. Shuni bir ko'rasizlar. 133. 133 ni qaranglar. 2 ni aynisi teng 24 ga, 3 ni birinchisi teng 32 ga bo'lsa, ani b orqali ifodalayapti. Qaranglar, mana shu tartibga misollar men sizga tushish ehtimoli bor. Buni nima qilasizlar? 2 ni aynisi teng, mana buni men nima deyapman bularni qaranglar. 8 kara 3, 2 ni kubi kara 3 desam bo'ladimi? 2 ni menga bo'lib yuborsam darajalar nima bo'ladi? 2 ni a minus 3-inchisi shu teng nimaga? 3 o'ziga. Mana 3 ni bu yoqqa tushirardim. Bo'lardim bu yoqqa. Ayirib chiqibdiga. Kara 3 turibdi-da mana. Buni nima deb yozaman? 3 ni birinchisi nima? 2 ni nimasi? 5-inchisi deb yozsam bo'ladimi? Endi qaranglar, bir-biriga bog'lash uchun qaranglar, mana shu 3 ni o'rniga men mana 3 turibdi-ku. Ana shu 3 ni o'rniga mana shu ifodani olib qo'yaman. Tushundingmi? 3 ni o'ziga, sonning o'rniga ifodani qo'yaman. Tushundingmi? Nima bo'ladi? 3 ni o'rniga men qo'yibman. 2 ni a minus 3-inchisini darajasida b. Shuni 2 ni nimasi? 5-inchisi deb olsam bo'ladimi? Darajalar bir-biriga nima qiladi? Ko'payib ochiladi. 2 ni a birinchisi minus 3 birinchisi shu teng 5 ga. Tashlarsam bo'ladimi? Nima bo'ladi? A b'miz minusdan 3 ta b'miz 5 ga, to'g'rimi? Ikkalasi nima bir xil? Bir xil. Buni chiqarib, bu yoqqa bo'lib yuborsam bir danaga 5 tanasi nima bo'lib qoladi? A minus 3 bo'lmaydimi? Buni qoldirdim, A minus 3 ga bo'lib yubordim. A minus 3 qoladi, buni chiqargan. Demak, nima degan bizga? A ni b orqali degan, buni A orqali degan. A ni b bo'lsa endi A ni topib qo'yish kerak edi. Qaranglar. Buni bu yoqqa o'tkazaman, buni pastga tushirib qo'yaman. Nima bo'ladi? A minus 3 teng 5 taqsim b ekan. Endi 3 ta qo'yib qo'ying bu. A teng 5 taqsim b qo'shilgan 3. Umuman beriladi katta ehtimol bilan. 5 plus 3 ta b taqsim b bo'ladi. Yo'q, Berilmagan variantimi? Berilmagan variantni tushuntirsa qo'laveradi. Tugatasizlar, tushunmaganlar so'raysizlar.